Assalamu alaykum, hürmetli görürmen. Sizning ko'rib atqınınız Etrafımızki Dünya programmasi. Riyasatçı Albina Muhitcan, sizlar bilan yuz ko'rishganimga intayin xursandman. Bu programımızda Qadam telekanalının görürmenleri yer shardagi har xil o'zgarishlar bilan yangiliklar to'g'risida xabar elib, o'z tushunchalarini kengaytirishga imkoniyat olaydi. Qani undaq bo'lsa, dunyo olamining alohidaliklari bilan go'zalligini birlikda bilaylik. Bugünkü programımız Qashqar shahridagi mayramlarga bag'ishlandi. Shaharda uyushtirilgan mayram Qashqarning markazida o'tkazildi. Sayohatchilar diqqatiga Uyg'ur milliy kiyimlari haqida axborot tasviya qildi. Qashqar mashrivining alohidligi yerlik turg'unlar bilan shahar mehmonlarining biriktiradigan ajoyib bir ish-chora tadbirdir. Qashqarning qizi o'ngluq, yurgi qizil cho'g'luq. Qashqarning qizi o'ngluq, yurgi qizil cho'g'luq. Ay yuziga yashqan do'psi badam gullik. Oshiq bo'ldim ya do'st. Do'psiga gul qo'ydim, mehnatga ko'ngil qo'ydim. Do'psiga gul qo'ydim, mehnatga ko'ngil qo'ydim. Oshiq bo'lib pariga, yurgiga yo'l qo'ydim. Oshiq bo'ldim ya do'st. Qashqarning qizi o'ngluq, yurgi qizil cho'g'luq. Qashqarning qizi o'ngluq, yurgi qizil cho'g'luq. Ay yuziga yashqan do'psi badam gullik. Oshiq bo'ldim ya do'st. Do'psiga gul qo'ydim, mehnatga ko'ngil qo'ydim. Do'psiga gul qo'ydim, mehnatga ko'ngil qo'ydim. Oshiq bo'lib pariga, yurgiga yo'l qo'ydim. Oshiq bo'ldim ya do'st. Do'psiga gul qo'ydim, mehnatga ko'ngil qo'ydim. Do'psiga gul qo'ydim, mehnatga ko'ngil qo'ydim. Oshiq bo'lib pariga, yurgiga yo'l qo'ydim. Oshiq bo'ldim ya do'st. Qashqarning qizi ya do'st. Men seni sevdim ya do'st. Salam, hammalarning hayotlarga muborak olsun. Sizlar ishlar ko'rib turayotgandek, bizning Qashqar diyorimizda har vaqt Ro'zat Qurbay tug'ilgan chog'da bizim shu xalq maydonida işte ko'p odamlar, har millatlar mishadan mashrab usul o'ynaydi. G'ayet qiziqarli. Shu mashrab usulni o'ynab bo'lgandan keyin biz uylarga kirib, to'ylarni so'yab, endi hayit bayramlarini qiziq o'tkazamiz. Sizlarning hayotlarga muborak olsun. Men bugun mushu bayram munosabati bilan mushu 1000 kishilik faoliyat qatnashganligimdan intayin xushal ham bek hayajonlandim, bek xush bo'ldim.
Şundaqla men bir Qashqarlıq buluş sübütüm bilan Qashqarningki buningdan keyin kunlarining intayin güzel, intayin yaxshi bo'lganligiga ishonchim hasilab oshdi. Mening ismim Tanur Ömer. Men bir shahar aholisi bo'lish sübütüm bilan bugungi bayramim shu 1000 kishilik faoliyatga qatnashganligimdan intayin xush bo'ldim, men bek hayajonlandim. Şundaqla bir Qashqarlıq buluş sübütüm bilan Qashqarning buningdan keyingi taraqqiyotining intayin yaxshi bo'lganligiga, kelgusining intayin parlaq, güzel bo'lganligiga ishonchim hasilab oshdi. Kurban etiniz mübarek olsun, diliniz selamet olsun, ayağına inak olsun, hizmetine oğuşluk olsun. Benim ismim Abla Bakka, Qashqar şehri Avat Büyüsü'de. Ko'pchilik yaxshi sizlarman koalitsiyadan keldim ismim Muborakam. Bugun shu Qurbaniyat munosabati bilan Qurbaniyat faoliyatida qatnashib, nihoyat hayajonlanib, shunday xush bo'ldim. Mush fursatni foydalanib, men Qurbaniyatni qizimni tabriklayman. Tininglar salomat, ishinglar o'ngishli bo'lsin. Rahmat. Buldum ya dost. Qashqarning qizi ya dost. Men seni sevdim ya dost. Qashqardagi qayta qurish ishlari yerlik xalqning uylariga o'z ta'sirini yetkazdi. Uylarning tashqi qiyofati kishilar zo'xildigandek o'zgarishga uchradi. Shundaqdimi xalq zamonaviy taraqqiyot alohidaliklarini baholashni bildi. Lekin xalq o'zining tarixiy an'analarini saqlab qola oldi. Bizning kinoga ilish brigadamiz Qurban bayram harpisida dasturxon yeyilgan Qashqar turg'unlarining uyida mehmonda bo'ldi. Yani ya dendukşi yaman ya vay dendukşi ayare ayare vay vay senin yaxşı yer yanda durup yaman halandukşi ayare ayare vay vay senin men jıraqtın yani ködüm yamini vay kördüm iken şahnigi ayare vay vay senin Yürügümge orta açtı yardını vay bildim iken ayare ayare vay vay senin vay Qanaqa ahvollarimiz? Yaxshi, yaxshi. O'zingiz yaxshisizmi? Biz yaxshi, biz bunu Qozog'istondan, Olmaotadan Qadam TV telekanalidan Mashaga Qashqarga mehmon. Yaxshi bo'ldi, marhamat. Yaxshi. O'kiring. O'kiring. vay vay senin vay çınlan toham kıçkırın horaz yarım oygansın yar ya yarım oygansın yar ya vay Muhammed'im sazı çalay küçük oygansın ayare ayare Endi ati Qur'on ayt mayrami. Shu mayramga tayyorliklar qanday bo'ladi? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi tayyorlik qildik. Bu yerda dasturxonlarni silib. Shu dasturxonlarni ko'rdik, yama yaxshi amdan yeyib qo'yibsizlar. Endi buni Uyg'urlar mehmon yaxshi kutadi deydi. Ash to'g'riliq nima deysiz? Mehmondo'st yaxshi, mehmon kelsa biz xush bo'lamiz. Yaxshi. Bo'yashat. Turmushimiz yaxshi. O'sha Qashqarda Qur'on aytni qancha kun to'ylaydi? 3 kun. 3 kunda bu yerda shu Qur'on aytni qanday to'ylaydi? Biz urug' tuqqanlarni o'rdik jamada paytiga berib. Birinchi kun. Va asrab, ota-ona oldin. Asrab, anadan uyiga berib, asrab. Sizning ota-onalaringiz tirikmi hozir? Opangiz, dadingiz bormi? Ayollarga va ayolning ota-onasini uyiga boramiz. Qarindoshlar qancha tal? Qarindosh, 5 qarindosh. 5 qarindoshlar. Akamning uyiga boramiz. Akamning uyiga, akamning uyiga boramiz. Ulardan bo'lak buni yana boshqa tuqqanlar bormi mashada? Baba. O'zingiz qancha bolangiz bor? Mening 4 bolam bor. Eng cho'ngi? 25.
Kendisi? 10 yaş. Muş Kur'an aytda tuqalla kelgende ular balları bilen kelemdi ya Baldır bilen keldi. Biz mi ballar bilen barimiz? Endi muşu Qashqardagi o'zingizning turmushingizni o'zingiz to'g'ri kichkina deb ketsangiz. Turmuşumuz yaxshi. Şu turmush hozir yaxshi. Bunaqa Kim bo'lib xizmat qilsizmi yashada? Xizmatingiz. xizmat tijorat. Nimalarni sotsiz, nimalarni qilsiz? Shampo, chasopon. Chash yuvan. Ha, kirim. Ayolunuz nima ish qildi? Ailim shu ba'zi do'konga men bilan chiqadi, ba'zi uyda tomoq yeydi. Vallahi qaylab. Siz ekbirsiz do'konda ayolunuz sotadi. Ha. Buni bizda Almutada hozir qo'yni o'zining uyida, o'ylisida so'yg'il bo'lmaydi. Uni ashtaq bazalarda, ag'anyalarda so'yib bölüp tayyorlab turadigan yeri bor. Endi buni Qashqarda qanday o'tarapti? Bizning mashinada. Ha, shunaqa. Qo'y so'ydigan yer bor, so'yib. Keyin u qo'yni so'yib tayyorlab ep kelgandan keyin uni kimlarga taqsizlar, uni yana nima qilsizlar o'sha qo'yni? Vallahi bilan yeymiz. Mehmonlar keldi, mehmonlarga beramiz. Uni Qur'on aytqa qancha kun dam olish berdi? 3 kun. 3 kun berdi. 3 kun hamsi dam oldi, hamsi. Shu 3 kun buni ish kunlariga tushib qolsa qanday qildi? Dükkanı açmayımız. Öyle şu patoktu, çay içip uğratqanlarını öyle verip tomoq yaptım. Endi buni shu kuni ishlash kerak kuni bo'lsa, shu 3 kun ishilmagan kunlarni boshqa kunlarga yo'tkab ishiltamda. Unda qilmaydi. Endi buni Uyg'ur millatiga qatnashi bor mashtaq buyumlar bo'lsa, ashlarga dam olish beramda, ashtaq bir dam olishlar bormi? Uyg'urlarning mayrimlarida. Demiş bağı, demiş bari 3 gün. Qanday mayrimlar bor? Mushu Qashqarda qanday mayrimlar bor? Mayrimlarga qarshi qanday mayrimlarga dam olishlar berdi? Ash to'g'rilik bir deb ketsangiz. Demi bayram berdik o. Devlet bayramında bizim Çağan bayram var. Onu da bayram yapıldı. Devlet bayramı yapıldı. Yeni yıllık yapıldı. Navruz var. Uni uy sizga qanday keldi? Ya'ni buni uyning o'rnida burun boshqa uy bo'ldimi? Koni uy. Konu uy batı. Konu uy batı. Buni keyin keldi. Hakin geldi. Endi shu uyni keyin yanıltib yasgan vaqtida hukumat tarafidan yordam bo'ldimi? Ya bo'lmasa o'zingiz Hükümetler de yardım verdi. Ha, yardım. Bu kimdan qoldi sizga? Dadamdan. Uyning ichida shu yasab, mashtaq chiroyli qilib yasagan birisi yordam berdimi? Ma qurilmasini hükümet qilib berdi. Ma jon sho'sini men qildim. Hukumat shu vaqtida hammasini o'ziga oldimi yo kichkin tin tarafdan yordam berdi? O'sha Ahmet tarafini uyini qo'pirib berdi timini. Tamam. Ha, ma jon sho'sini men qildim. Bunda bizek. Ha. Qozog'iston niki bayramingizga muborak bo'lsin. Kelishib Shindan kelib o'ynab ziyara qilib kelsanglar qarshi olamiz. Kun bitishi bilan Qashqardagi umr qayta uyg'ongan. Sayohatchilarni jalb qilish nuqtasi albatta kechki bozordir. Kechki bozorning bir alohidligi siz har qanday taomdan bahramand bo'la olasiz. Ba'zi bir tatliq turum va ichimliklarni setib erish jarayoni haqiqiy shouga aylanadi.
Assalomu alaykum, Qadam TV ko'rarmanlari. Biz bugun mana buni Qashqa shahariga keldik. Bugun bizda buni tatbiqlanish sotilgan akamizning bir ikki so'z alsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buni Qashqa to'g'riliq bir ikki so'z aytib tanishtirib ketsangiz, buni biz Almutadan kelyapmiz. Qadam TV degan Uyg'urlarning kanali bor. Shu Uyg'urlarga salom aytib, mashani bir tanishtirib ketsangiz. Bo'ldi. Qashqardagi mushu yerlik mahsulot mushu. Mushuni men o'zim qilaman. Ma'vo qo'noqchinisi, uzumchinisi etgan so'qmoq, ma'vo uzumchinisniki. Buniki burnidan tatib mushu qilayotgani men 23 yil bo'ldi. 23 yil. Ha, ko'na. Endi buni bugun ata bugunlik Qur'on ayt, shu Qur'on ayt tayyorlikqa qanday bo'ladi? Qur'on aytga yaqin so'zlar qanday bo'ladi? Undan yaxshi. Hozir mushu meni unda yasab berdi. Unda yaxshi. Buni endi qo'lingiz bilan tanishtirib o'tgansiz. Qo'limdagi ma'vo Mayq ko'rsin. qizil uzum shirnisida etgan so'qmoq. Ma'vo qo'noq shirnisida etgan so'qmoq. Oq so'qmoq. Buniki ma'vo nimasi qizil uzumni so'qab, shuni shini chiqarib etgan. Ma'vo qo'noqni shini chiqarib etgan u. Endi buni bizda Qozog'istonda Qur'on ayt qadab qo'y so'ydi, ashta tayyorlik qildi. Mayetga tayyorlik qanday? Ha, mishan qo'y so'ymas. Qo'y so'yib başa aytib yishga qaqajat ilm qilamiz. Endi shu o'zingiz uy ichi qanday tayyorlik qiladi? Uy ichida hammalarni sansilib uyni yig'ishtirib yaxshi hozir. Yaxshi. Soatda qilyapti-da. Endi buni bizda qo'ydan boshqa bizda endi Almutaning Uyg'urlari Qozog'istonning ular jit savudi, sanz tatidi. Ha, sanza shu nan yepib aşı enva yemeklikne yerlik aşı öyle selip kılvadı da tayarlı kılvadı da 5-6 gün oldu. Rahmet. Assalomu alaykum. Va alaykum. Biz mushu Qashqaga Almutadan keldik. Bizda o'zimizda Almutada Qadam TV degan Uyg'urlarning telekanali bor. Yaxshi bo'ldi. Mushu Almutadagi ko'rarmanlarga, boshqa Uyg'ur qandoshlarga bir ishqigiz mush Qashqani tanishtirib o'tkazsangiz. Yaxshi bo'libdi. Endi mushu Qashqaninki mushu sayohat taraqqiyoti nat yaxshi bo'ladi-da hozir. Endi bizmo Qashqalikmo bek mehmondo'st. Bizmo her jihatdan, her milletin kelsa biz xo'sh bo'lamiz. Sayohat qilib ketishini umid qilamiz. Buni sharbatni nimadan yasagan? Anardan. O'sha Qur'on aytga bugun tayyorlik bo'lyapti-da. O'sha tayyorliklar qanday bo'lyapti o'zingizda? Tayyorlik yaxshi. Bizningki dinimizni mayli namoz olsun hech qanday chekligan ish yo'q. Biz erkinchilik, biz hozir qilmish turmushimizdan bayfaqlimiz. Bizning siyosatimiz yaxshi. Cho'ng rahmat. Benim ismim Arzugul Abdumet. Ben Qashqar shahri Xonbozori Kechlik bozorida dukkanchiman. Bizningki dukkanning bozori bek yaxshi. Sayohatchilar yaqindan shunchalik ko'p kelyapti-da. Burundimi shunchalik yaxshi etdi. Kunlik bozorimiz bir kunda 30 mingdan oshadi. Bizning kunlik tamoqlarimiz polo. Cho'ng qozonda etildi bu polo. Sayohatchilar shunchalik yaxshi ko'rib yeydi. Adan keyin go'shtirki tamoqlar bor. Go'shtirki tamoqlarni bek yaxshi ko'rib yeydi. Hammasi alaydı tamoqlar bizning do'konniki. Bachka sho'rpisimi shunda qizil gul bachka sho'rpisi. Bek yaxshi ko'rib yeydi. Bizning tamoqlarga sifatiga tozliq jihatda o'lchimimiz nihoyat yuqori. Mavo kali go'shti, mavo dubaro ya'ni qerin o'ralmasi. Bunun ichida yurak jigar menjang bor. Mavo kalining pachiqi, mavo qerin, mavo o'pkisi. Bularning hammasini sayohatchilar bek yaxshi ko'rib yeydi. Biz shunchalik yaxshi ko'rib yeymiz kalla. Bu materiallarning kunda yangi tayyor qilamiz, ulgurmaydi, yetishmaydi. Bizning bozor yaxshi bo'lgandan keyin. Cho'ng qozonda etiladigan polo kunda 2 xalta, 1 kilo, bir xaltasi 25 kilo, 50 kilodan etimiz. Adigan sahardan boshlab etimiz. Kashqchi bor bu polo. 300 parchadan 400 parchagacha go'sht solamiz. Parchaqdan 150 parcha parchaq solamiz. Tam shunchalik yaxshi. Bir ton may, bu maxsus zig'irmi pologa etadigan zig'irmini ishlatamiz. Yemish
Yemişten her birisininki özüne ölçümü var ustamlarınki. Yemiş, çilan, nukut, müşnak narsalar bilen işletimiz. Bizning kunda heyit bayramlarda odatda 4000-5000 larcha odam keladi. Bir joza odam bimi 20-30 odam aran o'tirib qilalaydi. Qurban hayitlarda texim odam ko'p keladi, buni cho'qim ishimiz. Qurban hayit tayyorligimiz biz hamma materiallarni 4 kundan baldur elib oldik. Chunki hammalarni, hamma do'konlarni say go'sht materiallar setiladigan do'konlarni taqo'ytidi 4 kungacha ular hayit qiladi. Bizim uyda Allah haydi tayyorlab qildi. Xizmatchilarni bir kun dam olish qo'yib berdik, yaxshi hayit o'ynasin deb. Odatki kunlarmi, hayit bayram kunlari odam bekchiq bo'lib ketadi. Shuning biz materialni, bir haftalik materialni baldur elib ko'fan besib oldik. Muşunun bilen etrafımızki dünya programmasi ayaxlaştı. Hürmetli görürmen, Qadam telekanalının yeniliklarından habersiz kalmaydıysanız, kanalımızga qoşulup daim nazaretde buluşunuzni təsviyə qılan bolar edik. Sizler bilen birge bolğan Albina Muhitcan. Keyinki yeniliklarda yüz görüşkichen sağ salamet bolaylı. Xeyri xoş.